Bu yil hayotimda boshqa yillarga qaraganda ko'proq voqealar sodir bo'ldi. Hammasi shunchaki kichik va ahamiyatsiz bir bo'lakdek tuyulishi mumkin, ammo u butun hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi. O'zgardim, ulg'aydim. Topganlarim tajriba, sabr va o'zimga bo'lgan ishonch. Yo'qotganlarim esa menga endi kerak bo'lmaganlar ekanligini angladim. Bu yil dunyoqarashimni, atrofdagi voqealarga va odamlarga nisbatan munosabatimni o'zgartirdi. Nedir vuran aramızı, kim ağladır yaramızı, delen bilir.